Hurmatli balon sentr mijozlari, trekker mashinasini olib qo'yganmiz. Hozir bu mashinamizni o'zini diskadan olib qolib, o'rniga primer diska taqib beryapmiz. Balonlar yangi, o'ziniki qoladi baloni. Buni olib qolamiz abmenga. Kuzatib turinglar, hozir qanaqa chiqishini ko'rasizlar. Balon sentr mijozlari, trekker mashinamiz tayyor bo'ldi. Xohlasa mana o'zini diskasini olib qolib, o'rniga mana primer diska taqib beryapmiz. Diska ham yangi. Xohlasa hech qanday churmagan. Original diska bu. Original. Ko'rishlamki, mashinani chop yig'ib ochaverdi. Xohlasa, mana kelaverasizlar. Menga ishlab beramiz. O'zligini olib qoldik. Kimgadir kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlab turibmiz Balon Center Asaka. Hurmatli Balon Center mijozlari, trekker mashinasini olib qoldik. Mashinamizga Mando Energy yordam qilib beryapmiz. 10,000 km yurib keldi. Motor cho'tki holatda, yog'lari ham tiniq tushdi. Chunki akamiz 92-95 benzin yuribdi. Bilishingiz mumkin. 1000 km alishtirganmiz. 10,756 km bo'lgan. Hop, protsentlar non qilib beramiz. O'zingizlar alishtirsanglar, mabodo uylarda iloji boricha shu narsani non qilib qo'ysanglar, mana 100% qilib berasizlar. Mabodo seriyaga kelish kerak yo'qolib qolsa, shunga qarab alishtiraverasizlar. 20% gacha alishtirsanglar 8000 probega yurgan bo'lasizlar. Kimdadir shunaqa o'tib ketadigan bo'lsa, xudo xolasa, trekker 10x mashinasi bo'lsa, shunga o'xshagan foizlarga e'tibor berib qo'ysanglar bo'ldi.